Hop, ushbu xonadonimiz qurilganiga 10 yil bo'lgan ekan. 98 ming dollarga 1.8 sotuvga qurilgan kompaktniy xonadonning obzoriga kelganmiz. Qaranglar, kiravurishimiz bilan mana bemalol bitta mashina sig'adi. Mana bitta tapchanli zona qilib qo'yishibdi. Qarang, mana zelenoy zona. Mana bu yoqda ikkita xonasi bor. Bu yoqda birinchi yotoqxona, ichida dushovoy kabinkalari bor ekan. Mana bu yoqda ikkinchi yotoqxonasi. Xo'p, mana bu yoqda bo'lsa oshxona joylashgan. Bu yoqda yana ikkita xona bor, bitta katta zal, mana bitta yana bitta yotoqxona bor. To'g'ri, sanuzel dushovoy joylashgan. Bu yoqni tegi полностью podval ekan. Okamga aytibdilar, bu yig'ishlari 1,5 g'ishtdan qurilgan, bemalol 2 etaj qursa bo'ladi deb, ko'tarsa bo'ladi deb aytibdilar. Xo'p, ushbu xonadonimiz qurilganiga 10 yil bo'lgan ekan. Hozir sizlarga ko'chadan videoni ko'rsataman. Qaranglar. Mana bu ko'chasi, tupik ko'cha. Fasadlarini qarang, fasadlari katta. Mana ko'chalarni ko'ryapsiz, ko'cha juda katta emas. Ushbu xonadonimiz Olmazor tumani Langar ko'chasida joylashgan. Chorsu bozoriga 500 metrcha yaqinligida joylashgan. Kimga shu xonadonimiz ma'qul kelgan bo'lsa, pastda opsiyaniyada barcha ma'lumotlarni qoldiramiz.